qilmaslikka harakat qiling. Bu biz uchun kech emas. Bu qaroqchilar o'yiniga o'xshaydi-ku. Bu mashhur oltin bayroq. Oltin bayroq? Ko'raya, haqiqatdan ham uncha dono emassan. Oltin bayroq bu oltin ipaklardan tikilgan bayroq. Ular yangi yilda Medici saroyi ustida omad keltirish uchun osishadi. Endi tushunarlimi? Rahmat Tucho, batafsil tushuntirganingiz uchun. Demak, bu yil bizdan bayroqqa taqdirlangan beshta aylanma tuzatishni so'rashdi. Qanday go'zal. O'g'lim Vani bu muhim voqeani 2 yildan beri kutmoqda. To'g'rimi, o'g'lim? Nima haqida gapiryapsiz? Tucho, juda afsusdaman, lekin bayroq ustidagi ishni Leoga topshirishga qaror qildim. Lekin nega to'satdan Leoni tanlading? Bajarishiga ishonaman. Mayli, nima desangiz shu-da. Bu holda sizga ishonishim kerak bo'ladi, ammo o'g'lim ham xuddi u kabi iqtidorli va mas'uliyatli deb hisoblayman-da. Xo'sh. Men tugatdim, ustoz. Ajoyib ish. Endi Lova bilan uni saroyga olib boring. Albatta, tezroq. Ehtimol biz Signora Biankani uchratarmiz, a? Bianka, Lova, shunchaki Bianka. Juda baxtliman. Men oltin bayroqni tuzatdim. Endi uni saroyga olib ketyapman. Ha, bilaman. Yo'lga chiqqanimizdan beri buni 20 marta aytding, Leo. Mayli, Lova, endi bayroqni tuzatganimni aytmayman. Bo'ldi, yetar. Aks holda uni hozir yirtib tashlayman. Buni xayolimga ham keltirma. U Florensiya ramzi. Odamlar uni ertaga saroy ustida hilpirayotganini ko'rishni anchadan beri kutmoqda. Demak, bugun yangi yil arafasi, ehtimol Bianka bizni saroy bayramiga chaqirar. Nima deysan? Qara, mana u. U Liza bilan. Bugun biz katta bayramimizni intiqlik bilan kutyapman. Lekin hali yangi yil arafasini o'g'irlash mumkin emasmi? Lekin hozir bu Rejamiz mukammal. Bir necha Tajriba mukammal o'tdi. Men deyarli mukammal o'tdi. Parashyut olaman. Bu bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Oh, qanday ajoyib. Bolalar, kiringlar. Sizlarni anchadan beri kutayotgandim. Boshqa mehmonlar birin-ketin kelishadi. Shunda biz bayramimizni boshlaymiz. barchangizga xayrli kech. Bianka menga muhim narsani yetkazmoqchi ekanligingizni aytdi. Ha, mana bu. Rahmat. Uni bayroq ustuniga yozaman. Toki ertaga hamma narsa oldindan tayyor bo'lsin. Men ham bormoqchi edim, mumkin bo'lsa. Albatta, mehmonim bo'lasan. Nima demoqchisan? Sen bayroqni osish uchun saroy tomiga chiqmoqchimisan? Nafaqat men, hammamiz chiqamiz. Hammamiz? Nega biz hech bo'lmaganda bir marta shunchaki bayramda ko'ngil ocha olmaymiz? Menga ishon. Bu yer albatta senga ma'qul bo'ladi. Faqat Poliush uchun sovun va chelak olib kelishingiz kerak. Men ular bilan boraman. Bu ikkisini yolg'iz qoldirishni xohlamayman. Biz ko'ngil ochamiz degandik. Lekin bu yerda bir soatdan beri sovuqda o'tiribmiz. Bianka esa u yerda mehmonlar bilan bayram qilyapti. Shunchaki menga ishon. Sovunli suvni tomga surtib qo'ydingmi? 2 barobar. deyarli chiqdik. Tezroq. Mayli. Va nihoyat ular qo'limizga tushdi. Hech kimni tutolmaysiz, churmaqalar. Nahotki narvon sizlarda bolakaylar uchun tuzoq ekanligini tushunmadingiz. Osongina tuzoqqa ilindingiz. Endi esa bizning nerangni sinab ko'ring. Endi nima? Xavotir olma. Yo'q, ular oltin bayroq bilan qochib ketishdi. Biz ularni to'xtatishimizga ishonchim komil emasdi. Xo'sh, Sen parashyut shuna bo'lsa nega bizni tomda ularni kutishga majbur qilding? men nihoyat ularni tutishni xohlagandim. Va agar Bayroq mazali ekan. Tuzni uzatasizmi? Yomon og'ridi. Rai Ragazzi namoyishida. Rejissor Sergio Manfio. Leo da Vinci.
juda hayajonlanyapman. Ertaga unutilmas kun bo'ladi. Mayli, lekin oddiy ovni nima qiziqarli bo'lishi mumkinligini tushunmayapman. Yo'q, bu shunchaki oddiy ov emas-ku. Har yili lochin ovi paytida bozor maydoniga uzoq poygalardan karvonlar keladi. Savdogarlar noyob hayvonlar va qimmatbaho mollar sotishadi. Rostdanmi? Keyinchi? Keyin esa ertasi kuni ov boshlanadi. Barcha lochinlar qo'llarini yopib turadigan qalpoqchalar kiyadilar va bu qalpoqchalar uchishdan oldingina yechiladi. Ular lochinlarga qalpoqchalarni kiydirishadimi? Bu haqda hech qachon eshitmagan ekanman. Ov kunini oxirida esa katta ziyofat bo'ladi. Mazali taomlarni eslasam orziqib ketaman. Katta ziyofat? Ha, birga boramiz, xo'pmi? Albatta, Bianka. U juda ajoyib bo'lishadi. Xo'sh, aytingchi, tayyorgarlik qanday ketyapti? Hammasini nazorat qilmoqdaman. Bu safar xo'jayiningizga kafolat beray, chunki rejam o'ta mukammal. Bu yilgi lochin ovi bu qo'ldan boy berib bo'lmaydigan imkoniyat. Shuning uchun to'liq tayyor ekanligingizga ishonch hosil qiling. Akula, men so'ragan hammasi tayyormi? A'lo darajada. Qarang, biz siyohda tekshiryapmiz. Bu hammasi meni g'oyam. Bu nima? Qimmatbaho metall tumshuq. Ichida zahar uchun yashirin bo'lmasi bor. Agar u Lorenzoni lochinida bo'lsa, ush o'zining har qanday o'ljasini zaharlaydi. Ziyofat esa bayramga emas, haqiqiy motam kuniga aylanadi. Medichiga hammasini tushuntirish juda qiyin bo'ladi. Fransisk Zigada. Ha, kapitan. Bu narsa juda qiziqtirib qo'ydi. Tezroq, savdogarlardek kiyining. Rejamni amalga oshirish vaqti keldi. Nima qilish kerakligini bilasizlar, ha? Ha, kapitan. Arava tayyor, jo'naymiz. Qani uyquchilar, tezroq. Harakat qilinglar endi. Bilasanmi, lochin ovi marosimida qanday ajoyibotlar borligini tushunmayman. Yovvoyi hayvon go'shtini yeyish o'rniga men yangi meva va sabzavotlarni afzal ko'rardim. Qandaydir ajoyib sapsan lochinlari. Voy, ularni sinchilab o'rganib, uchish sirini o'rganishni qanchalar xohlasangiz edi. Voy. Leo, avval hayvonlar bilan muomala qilishni o'rganishing kerak. Voy, qaranglar. Hech qachon bunday baqalarni ko'rmagandim. Bu nihoyatda kamyob baqa va juda zaharli. Gapimga ishoning. Qarang, mana. Bu ularning zahari solgan. Hatto bir tomchisi sizga tegsa, yoningizda zaharga qarshi dori bo'lmasa, shu zahoti bu olamdan ko'z yumasiz. O'zimning 6 baqam bilan juda ham faxrlanaman. Ha, lekin qarang. Ular faqat 5 ta. Kecha oqshom Florensiyaga kelishim bilan bitta baqani sotgandim. U bilan birga o'zimdagi barcha zaharga qarshi dorimni ham sotdim. Kuzuk, bu kichik baqadan zahar qanday ajratib olinadi? Bu juda oson sigara. Uni limon siqardek siqish kerak. Tushunarlimi? Kıvırlama, hozir senga yordam beraman. Zaharga qarshi dori ishlatilishi kerak. Hozir. Menga rahmat aytishga hojat yo'q, do'stim. Xayrli tong. Tamam. Vaqtincha o'tyaptimi? Albatta. To'g'ri aytgan ekansan. Bu yerda juda ko'p qiziq narsalarni ko'rish mumkin ekan. To'g'ri. Sen ham lochin ovi qiziqtirishini bilmagan. Lekin qushlarning uchishi shubhasiz eng qiziqarli sirdir. Bu ajoyib lochinga sovg'a topshirsam bo'ladimi? Bu qimmatbaho metall tumshuq bilan qishingiz ovda chinakam vahimaga aylanadi. Rahmat, notanish senyor. Mana. Bu sizga sovg'a, Florensiyaning bo'lajak hukmdori.
Bu kim edi? Uni ilgari ko'rmaganman shekilli. Ehtimol oilamiz tarafdorlaridan biri bo'lsa kerak. Ko'rdingmi? Aravasida sal g'alati ekan. Leo, ertagacha lochinimni senda qoldiraman. Uni o'rganishing va suratini chizishing mumkin. Katta rahmat, Lorenzo. Tumshug'idagi javohirlar shahzodaga munosib. Bu mening siyoh sachrashlarga qarshi maxsus ko'zoynagim. Yangi siyohli qalamim hali juda yaxshi ishlamayapti. Ular umuman nima uchun? Aytdim-ku, ko'zlarni qalamdan sachragan siyohdan himoya qiladi. Lekin bugun tavakkal qilishga roziman. Men siyohdagi botir shart bo'lmaydigan qalam istayman. Siyoh sayramaydi degan qanday g'alati buyum. Hech qachon bunday narsani ko'rmagandim. Qimmat bo'lsa keragi. Buni qara. Oy, Ha? Nima bo'ldi? nimadir otilib sanchildi. Qandaydir shubhali. Bu yerda g'alati kameraga ulangan igna bor. U g'alati ko'k suyuqlik bilan to'la. Qo'limga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Terim dog'dog bo'lib ketdi. Lekin bu nimani anglatadi? U baqa sahra. Bu sovg'a emas, balki tuzoq. Liza, u xavf ostida. O'zimni yomon his qilyapman. Zaharga qarshi dorini qidiramiz, zudlik bilan. Boya savdogar zaharga qarshi dorini hammasini baqani sotib olganlarga sotdim deb aytdi. Bu esa o'sha g'alati qayiq shaklidagi arava egasida bo'lishi kerak degani. Leo, menga yordam berishing lozim. Albatta, Liza, sen menga ishonsang bo'ladi. Lola, sen u bilan birga qol. Men tez orada zaharga qarshi dori bilan qaytaman. Sabr qil, Liza. Nafas rostlashga vaqt yo'q. G'alati qayiq shaklidagi arava. Zaharga qarshi dori o'sha yerda bo'lishi kerak. Bu qanday shovqin? Men hech nimani eshitmadim. Bu safar Medich oilasi bizning qo'limizda. O'sha zaharga qarshi dori qayerda? Yana qandaydir shovqin. Fransik, borda tekshirib kel. Nega men? Ming'irlashni masxida bor. Qara. Ha, tushundingmi? Ming'irlashni bas qil. G'ayrioddiy hech narsa yo'q. Mana, nihoyat. Liza, men tez orada yetib boraman. Aytgandim-ku, bu arzimagan ish qo'rqoqlar. Demoqchi edimki, ehtimol bu mushuk yoki shamol yoki katta bo'lishi mumkin. Voy. Xo'sh, bu juda katta kaptar bo'lishi kerak, ha? Menimcha o'sha baqachani zahri tufayli turli xil g'alati narsalar ko'rinyapti. Hoy, nimalar deyapsan? Baqa seni tishlamadi-ku. Mana, zaharga qarshi dori. Rahmat, Leo. Sensiz omon qolmasligim aniq edi. Rahmat, Leo. Umid qilamanki, lochinni o'rganish senga foydali bo'ldi. Shunchaki foydali emas. Undan ham ajoyib. Bu unutilmas voqea bo'ldi. Liza, kecha bu g'alati tumshuqlik yoqqanini payqadim. Shuning uchun uni sovg'a qilmoqchiman. Uni oldi taqish noto'g'ri. Bu adolatsiz ustunlik bo'ladi. Rahmat, Lorenzo. Leo menga undan chiroyli bilaguzuk yasab beradi. Yo'q, Liza. Yana ham yaxshiroq g'oya bor. Hammasi reja bo'yicha ketdi. Endi faqat kutishimiz kerak. O'sha yoqqa uch qora qanot. Tez orada shuhrat nurlarida cho'milamiz.
senga va'da qilgan narsam Bu nima, Leo? o'zi yozadigan qalam. Buni taqishni unutma. Men Leoni ixtirolariga uncha ishona olmayapman. Uning ismi Leo. Leo da Vinci. Ray Ragazzi namoyishida. Sergio Manfio va Francesco Manfio g'oyalari asosida. Ssenariy muallifi Sergio Manfio va Francesco Manfio. Prodyuserlar Sicilia Quattrini, Francesco Manfio, Patricia Avasapolo, Anna Schmidt, Emily Cotta de Fontaine. Rejissor Sergio Manfio. Leo da Vinci. Bu yerda nima qilyapsan, Leo? Bu bog' qo'ng'izi-ku. Oy, deyarli haqiqiy kabi. Barakalla, Leo. Bekorga hasharotlarni o'rganmas ekansan. Bu juda qiziq. Mana bu tuklarni ko'ryapsanmi? Ular tufayli o'rgimchaklar devorlarda o'rmalay qoladi. Tasavvur qil, biz ham shunday qila olsak. Endi biz ham qila olamiz. Tadam! Nima, faqat o'rgimchaklar devorlarda o'rmalar ekanmi? Ajoyib. Yo'q, Leo, tushishga shoshilma. Yana ham balandroqqa chiqa olasanmi? Ha, lekin men sen bilan gaplasha olmayman. Bu odobsizlik emas. Demak, o'zingni oliyjanob qilib ko'rsatyapsan-a? Ha, aynan. Qanday oliyjanobsan? Ha, aynan. Yana qo'rqoq ham. Aynan. Voy. Diqqat bilan qara. Men bunday qilmoqchi emasdim. Va bo'lyapti. Nima qilyapsan, Leo? Ustoz beribdi-yu. Nima bo'ldi? Nima gap? Lekin u qayoqqa ketdi? Lekin qanday? G'oyib bo'ladigan siyoh. Qachondir kerak bo'lib qolishini bilardim. Qaraga. Lekin rasmga achindim. U chiroyli edi. Boshqasini chizaman. Lekin haqiqiy o'rgimchak qani edi ko'z oldimda bo'lganda. Xo'sh, medichilarnikiga borib ko'r. Ularda o'rgimchaklar va hasharotlar kolleksiyasi bor. Ularda rostdan ham shunaqa narsa bormi? Odamlar ularga turli qiziqarli qog'ozlarni olib kelishadi va mukofot olishadi. Shuning uchun, voy, Leo, sen bilan boraman. Kechiring janob, kechiring. Tur o'rningda. Ko'rsat, nima u qo'lingdagi? Shunchaki oddiy qo'ng'iz janob. Men oilamni boqishim kerak. Ochiqni aytsam, qo'ng'izni Piorada Medichiga olib ketyapman. Bu kolleksiyasi uchun hasharot olib kelgan dehqonlarga pul to'laydi. Shuni. Shunday ekan. Mayli ketishing mumkin. Rahmat janob. Yo'q. Senga rahmat.
Gapimga quloq soling, tappa tekin tomoqlar. Sizlarni ish kutyapti. Biz tayyormiz, kapitan. Biz doimo sizning xizmatingizdamiz. Boringlar, menga qora beva o'rgimchagini topinglar, tezroq. Voy, unutman, kechqurun Floydadan darsim bor. Ha, shunday. Xo'sh, men kitob klubiga yozildim. Voy, oxirigacha judayam to'rt haftadan keyin, keyingi haftami? Voy, yo'qol bu yerdan. Foydasiz. Jim bo'l va qidirishni davom ettir. Bu yerda eski bosh olmani qoldirdi. Va qizil dog'li qora o'rgimchakdan boshqa hech nima yo'q. Ajoyib ish bajarding. Maqola senga bo'lsin. Qanday yoqimli. Barakalla, o'rgimchakni topdinglar. Buni bu yerga qo'yinglar. Chelak sizga nega kerak? Ichida nima bor? Bu yerda muz bor. Men uni jelato aka-ukalaridan o'g'irladim. Ular yaqinda Dolomit va Alpdan qaytishgandi. Endi bir necha soniya va shirin tushlar bor. O'rgimchakcha. Muz uni bir muddat uxlatib qo'ydi. Ko'ryapsizmi? Biroq tez harakat qilish kerak. Juda chiroyli, deb. Xayrli kun, janob. Bezovta qilganim uchun kechiring. Men Markus ismli dehqonman. Yuriyapsizmi, Markus? Va biz Kamtaroda topgan narsamizni topshirmoqchi edik. Kamtarona topilmamizni qabul qiling. Qora beva o'rgimchagi. Qora beva o'rgimchagi? Ko'rishga ruxsat bering. Bu dunyodagi eng xavfli o'rgimchak-ku. Yo'q, agar u o'lgan bo'lsa xavfsiz. Ishonchingiz komil bo'lsin, u butunlay qolgan. Bunday namuna uchun rahmat. Aliprando, yaxshi odamlarga mukofot tayyorla. Rahmat, lekin biz ketishimiz kerak. To'xta, shoshilishga hojat yo'q. Janobni taklifini rad etish xunuk, to'g'rimi? Nima deysiz? Shunday. Nima ish qilmoqchisan? Bilasan-ku, biz ketishimiz kerak. Qo'ysangchi, biz mukofotga doirmiz. Odamni o'rgimchagini ko'rsataman. Men bilan borasanmi, Leo? Yo'q, yaxshisi hozir shu yerda rasm chizib turaman. Aytgancha, dadam tishlab olmaydi. Rostini ayting, qora bevani qanday tutdinglar? Xo'sh, biz uni o'rmonda ko'rdik va savatga soldik. Ha, keyin o'rgimchakni muzga qo'ydik. Yo'q, muzga emas. U yotgan demoqchi edi. Ha, aynan. Biz uni muzga, oyga, ya'ni yo'lga qo'ydik. Aniqrog'i, yo'q, esimda yo'q. Muzga emas, a? Men esa sovuqni his qilgandek bo'ldim. Yo'q, sizga shunday tuyuldi. Biz o'rgimchakni muzlatmadik. U allaqachon o'lik edi. Shuning uchun biz uni yodga botirdik. Qiziq voqea, Liza. Senga bir og'iz gapim bor. Xoli gaplashsak. Bir soniyaga biz qiyin ahvolga tushdik deb o'ylagandim, lekin ular ishonishdi. Leo nimalar bo'lyapti? Lorenzoga uning otasini topishimiz kerak. U o'rgimchakni muzlatishgan. Xo'sh, nima bo'pti? Gap shundaki, u hali tirik. Shunchaki uyquda. O'rgimchak issisa uyg'onadi va yana o'lim xavfini tug'diradi. Umid qilamanki, O'rgimchak hali uyquda. Janob Lorenzoni izlayapsizmi? Ha. U hozirgina saroyga ketdi. bu shaharning boshqa chekkasida-ku. O'rgimchak uyquda uyg'onishga ulguradi. Shoshilamiz. U allaqachon shu yerda. Biz kechikdik shekilli. Lorenzoni otasi hozircha yolg'iz. Aslida Lorenzo hali yuqoriga ko'tarilmagan. Biz albatta ulguramiz. To'xtanglar. Qayoqqa ketyapsizlar, bolakaylar? Biz zudlik bilan beva Demidichining oldiga borishimiz kerak. Shu ahvoldami? Buni xayolingizga ham keltirmang. Yo'q. Yo'q, janob, ehtiyot bo'ling. Mo'ylovingizda o'rgimchak o'tiribdi. Bo'ylovda o'rgimchak qayerda? Ko'rmayapman. Ikkovingiz ularni to'xtating. Menga qo'lqoplaringni ber. Yaxshisi o'zim hal qilaman, Liza. Leo, bu juda yoqimli, lekin o'zim uddalayman.
kelishganini bilsangiz edi. Leo, tezroqchi! Leo! Juda qiziq. Ko'rsatchi o'g'lim. Ovozi joyida bo'ladi. Bo'la qol. Lev, nima bo'ldi? O'rgimchak. Qora beva o'rgimchagi. Lekin men uni O'lik deb o'ylagandik. Lekin u shunchaki uyquda ekan. uzr, so'zingizni bo'lganim uchun, lekin men haliyam mukofot kutayotgan ikki dehqon bilan keldim. Albatta, hoziroq mukofotlarini olishadi. Xo'sh, yigitlar, Vazifa bajarildi va bizga hatto biroz pul ham berishdi. ha? Voy, qochdik! Uning ismi Leo. Leo da Vinci. Rai Ragazzi namoyish etildi. Sergio Manfio va Francesco Manfio g'oyalar asosida. Ssenariy muallifi Sergio Manfio va Francesco Manfio. Prodyuserlar Sicilia Quattrini, Francesco Manfio, Patricia Vasapolo, Anna Schmidt, Enrico De Fontana. Rejisseur Sergio Manfio. Leo da Vinci. Shar o'g'rilari. Ota, biz bunday qilolmaymiz. Judayam xavfli. Lorenzo, lekin Florensiyaga aniq harakat juda kerak. Bu fikrga qo'shilaman. Medici oilasi kuchini ko'rsatish uchun 5 ta shartni ko'rsatish kerak. Xalq butunlay hayratda qoladi. Kechiring, lekin menimcha xavf judayam katta. Hech ham xavotirli emas, chunki ular himoya ostida bo'ladi. Bu ish bilan o'zim shug'ullanaman. Menda yangilik bor. Ularga qarang. Men yarim quvalik topdim. Yo'q, bu tugmachi ekan. Xo'sh, senda yangilik bormi? Albatta, kapitan. Shahardagi devorlardan nima topganimni qarang. Mana. Xo'sh, bu nima? Men qayerdan bilaman? Buni man harf tanimasam. Bu yerda yozilishicha Medici ramzi kumush sharlar bugun tushdan keyin bosh maydonda ko'rsatiladi. Juda qiziq. Va bu bizning keyingi topshirig'imiz bo'lishi mumkin. Ay qaroqchilar, Bu yerda kim bor? xursand bo'ling. Xo'jayinimning xohishiga ko'ra sizga yana bitta topshiriq bor. Mabodo unda Medici'ning 5 ta sharini o'g'irlash ham bormi? To'xta, qayerdan bilasan? Bu qaroqchiga xos sezgi. Yetar bas. Tez harakat qilish kerak va bu safar xatolarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Xatolarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Sen nima deding? Hech qanday xato bo'lmaydi. Gapimga ishoning. Askarlar to'la maydonda bu sharlarni o'g'irlash oson bo'lmaydi, qaroqchilar. Lekin biz hammasini hal qilamiz. Ortimdan yashirincha boramiz. Leo, faqat qani, saroy xonimning portretini tugatdingmi? Uni tez yetkazish kerak. Sen buni bilasan. Ha? Nima bo'ldi? Seni tabriklayman, Leo. Qanday ajoyib portret. Bu nima o'zi? Juda afsusdaman, ustoz. Shunchaki chalqib boshqa rangni olibman. Leo, bu portretni soat 2 gacha berigi uyga yetkazish kerak. Aytchi, endi nima qilishim kerak? Ishoning, hammasini tuzataman. Rahmat, kerak yo'q, rahmat. Sen bugun yetarlicha zarar keltirding, shunday emasmi? Endi esa dam ol. Portretni o'g'lim Vanya tuzatadi. Ducha haq, Leo. Biz ertaga ko'rishganimiz ma'qulroq. Hozir juda xafaman. Ustoz, siz Vanyaning ishini tekshirishingiz kerak. Unga yordam kerak.
Tez bu yerdan yo'qoling, ertagacha. Nega buncha xafasan, Leo? Nima bo'ldi? Bu haqida gapirishni ham istamayman. Kira qol do'stim. Loyihani tugatishim kerak. Kira qol do'stim, loyihani tugatishim kerak. Bugun kayfiyating a'lo darajada ekan. Mana, Ayt, bu qanday loyiha o'zi? mana, qarab ko'r. Oho. Bu nima? U nima qilyapti? Voy, apshi. Qiliqlaringga chidab bo'lmaydi, Lova. Bu g'aroyib narsa o'zi nima? Bu hid tarqatuvchi shar mening qimmatli do'stim. Kelgusi hafta bo'ladigan Lizaning tug'ilgan kuniga sovg'a. Bu narsani xushbo'y atirli shar deb nomladim. Lizaga sovg'a? Ha, pulimni tejash uchun uni o'zim yasashga qaror qildim. Uni hayratga solish uchun emasmi? Biz ketishimiz kerak, Leo. Liza va Bianka bizni maydonda kutayotgan bo'lsa kerak. Xo'sh, azamatlar, reja tushunarlimi? Yo'q. Mayli, oxirgi marta. Natang shanglyor bo'lib kiyinib, soqchilarni chalg'itadi. O'zini sharlarni o'g'irlagandek ko'rsatib, ularni ortidan quvishlarini ta'minlaydi. Soqchilar uni quvib ketgach, sizlar savdogarlar kiyimida sharlar solingan sandiqni mana bunga almashtirasizlar. Xo'p, tushundim shekilli. Lekin to'xtang, agar biz savdogarlar bo'lsak, nima sotamiz? Xo'p, shunchaki savdogar bo'lib ko'rinasizlar. Men mato sotuvchisidek ko'rinsam bo'ladimi? Kaminani juda yaxshi. O'zimdan nari bo'linglar, ahmoqlar. Sizlarni orqada yangi tashlamasammi? Nazarimda bugun sharlarni ko'rsatish juda xavfli. Chunki bizda soqchilar yetishmaydi. Lekin dadamning aytishicha, xalq ularni ko'rishni xohlarkan. Biz nima qilishimiz kerak? Faqat yaxshilikka umid qilishimiz kerak. Qarang, bu Leo va Lobo. Salom Liza. Signorina Bianca, signor Lorenzo. Nahotki eslab qolish qiyin. Bizni Bianca va Lorenzo deb chaqir. Leo, Lorenzo Medici oilasi sharlarni olomon yig'ilganda o'g'irlab ketishlaridan va ularni butunlay g'oyib bo'lishidan xavotirlanmoqda. Men bilaman. Agar ularni o'g'irlashsa, qanday topishni o'ylab qo'ydim. Lekin avval ularni ko'rishim kerak. Va yana rejam muvaffaqiyatli bo'lishi uchun kimdir binafsha rangli kukundog'ini topishi lozim. Yo'q, sen ularni oldiga olib boraman. Sharlar xazinada turibdi. Hozir kukunni darhol yetkazishni buyuraman. Lekin men ham siz bilan bormoqchi edim. Xo'sh, agar qarshi bo'lmasangiz, men shu yerda qolaman. Aha. Tez orada bizning navbatimiz keladi. Men ularning diqqatini chalg'itaman. So'ng ortimdan quvlashadi. Sizlar esa sharlar solingan sandiqni almashtirasizlar. Tushunarlimi? Imkon qadar ko'zga tashlanmaslik. I got him. I got it. Yok. Yok. Nasıl yapmadın? Bana nasıl yapmadın? Uni ushlang. U bizni aldamoqchi. Ana, oldida. Tez orada butun Florensiya namoyish etiladigan sharlarni topishtirib boshlaydi. U yengillashdi. Nima bo'lyapti? Barcha kirish va chiqishlarni to'sing. Bizdan sharlarni o'g'irlashdi. Oy, yo'q. Bilardim. Ularni o'g'irlashdi. Endi sharlarni hech qachon topa olmaymiz. Oson qutuldik, Fransis. Ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Endi ular bizniki. Men ham qiziqyapman. Lekin nega bu sharlardan farq qiladi? Ichida nima bor ekan? Qiziq.
tutun. Bu yerda tutuv bormi? Yo'q, ular o'sha yerga yashirinishgan.